Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Gazi Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislağa şikemen şigelmençi 50. ayının 18. günü haftaki çarşamba. Vaziyet doğrusu da bir kelime Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump avval günü sözlügen sözünü yana tekrarlap Xitaydan kelgen virus yoki Xitay virusi deb atadı. Hem bunu birden-bir intayin to'g'ri atash deb atadı. Endilikdagi mavzumunda hurmatli vatandaşlar. Prezident Trump Xitay virusi deganimiz intayin to'g'ri. Amerika armiyasi virus tarqatdi deganlik bu Amerika armiyasini xunuklaştırganlikdir. Deb ko'rsatdi mavzuli xabar 3. ayning 18. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Prezident Trump 3. ayning 17. kuni Xitoy virusi deganligini aqlab yana mundaq ko'rsatdi. Jungo hukumati yuqumliq virusni Amerika armiyasi Jungoga elib keldi deydigan yolg'on xabarni tarqatganligi sababli mening Xitoy virusi kelishman bir Xitoydan keldi deganligim intayin to'g'ri dedi. Haftaning 2. kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida Prezident Trump muxbirga javob berib mundaq dedi. Jungo yolg'on xabar tarqatdi. Biz yani Amerika'nın armiyasi kesel virusi tarqatdi deb yolg'on xabar tarqatdi. Men bunda qarar qildim. Talash tartishning zaruriyati yo'q. Men virusning kelish manbaini nazarda tutib shundaq dedim. Virus Jungodan keldi. Şuna men Xitoy virusi degan bu atalgı intayin to'g'ri atalgan atalgı deb qarayman. Prezident Trump bu atalgı bilan Jungoning nomini pichoqlashtirganligini inkor qildi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Virusni Amerika armiyasi elib keldi deganlik bu Amerika armiyasini xunuklaştırganlikdir. Yana bir xabar, hurmatli vatandaş. Amerika Jungo münasibeti yana yomonlashib ketdi. Jungo Amerikaning 3 axborot organining muxbirlarining xizmat kelishkisi bekor qildi. Mavzuli xabar 3. ayning 17. kuni Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Tunigim biz sizlarga qisqa xabarni bergan edik bu. Jungo Tashqi ishlar ministrligi 3. ayning 18. kuni soat 0'da mundaq takardi. Navbat Amerika hukumatining Jungo matbuotlariga kamsitish xarakterlik besim ishlatishlariga qarata Jungo taraf javob qaytarish, tadbir qo'llanish huquqini saqlab qolinganligini ta'kidlaydi. Shuning uchun bugundan boshlab birinchi Amerika tarafning Jungoning Amerika turishliq bashirish matbuotining organlarini chet el elchi ömekleri qatoriga kirgizganligi qarta Jungo taraf o'xshash talab qo'yib, Amerika ovozi, New York Vaqt gazeti, Volkotsi gazeti, Washington pochtasi, Zaman qatorliq gazet jurnal matbuot organlarining Jungoda turishliq tarmoq agentliklarining Jungo tarafga bu organlarning Jungoda turishliq bu organlarning Jungoda turishliq xizmatchi xodimlari moliya harakat faoliyatlari barliq ko'chmas mulk uchunlari to'g'risida doklad qilish talab qilindi. Ikkinchi, Amerika tarafning zo'r darajada azaytish Jungo matbuot organlarining Amerika turishliq tarmoq organlarini zo'r darajada qisqartirish talablari bo'yicha Jungo taraf mundaq talab qo'ydi.
New York Vakit Gazeti, Wall Koçusu Gazeti, Washington Poçtusu Gazeti, yıl ahırısıdın buran, muhbirlik kenişkisinden vakti toşkan Amerika muhbirleri bugünden başlap 4 gün içinde Cumhuriyet Tashqi ishlar Ministerligining axborot mahkamasiga tizimlik yollashi kerak. Belki 10 gün içinde muhbirlik kenişkisini tekshirishi lazım. Tekshirtishi lazım. Buradan keyin Amerika muhbirleri Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti cümleden Hong Kong, Oman qatarlıq ma'muriy raylarda davamlı muhbirlar qilishga yo'l qo'yilmaydi. Üçüncü, Amerika tarafından Cumhur muhbirlarga viza qo'yib berish, ma'muriy tekshirish, ziyorat qilish jihatlarida kamsitish xarakterli cheklash tadbiri qo'llanganligiga qarata Cumhur taraf ham Amerika muhbirlariga o'xshash tadbir qo'llanadi. Cumhuriyet efendiler sel aldıravatamsızlarını ve asli aldırangılık bilen tenteklikçilerine karakteringlarga mas keladi. Endi azarlaşkan bolsa vaqtliq yoki birdamlik azarlashidir davlat bilan davlat degan qayta munosabat qilmayman degili bo'lmaydi. Uyg'urlarning bir maqol tamsili bormaymi degan tugmanga 7 qatim beribdi deydigan. Nima gap bu? Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'de muhbirlik qilishi, jumladan Oman ya Macao, Hong Kong qatorliq joylarda muhbirlik qilishi buningdan keyin ruxsat qilinmaydi. Bu og'ir jumlaga Cumhuriyet efendiler.